O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning siyosiy konsepsiyasida transport tizimi alohida ustuvor yo'nalish sifatida qaraladi, chunki zamonaviy transport bu iqtisodiy o'sish, ekologik barqarorlik, ijtimoiy tenglik va shahar madaniyatining tayanchi. Davlatimiz rahbari so'nggi yillarda bir necha bor ta'kidladi, yo'llar bu shaharning hayot tomiri va ularni modernizatsiya qilish orqali mamlakatning butun harakat ritmi yangilanadi. Ta'kidlash kerak, bugungi transport tarmoqlari loyihalarida ekologik, texnologik yechimlar va qulaylik birinchi o'ringa qo'yilgan. Bu va boshqa loyihalar davlat rahbarining zamonaviy va innovatsion infratuzilma hamda aqlli shahar qurishga qaratilgan siyosatini yaqqol namoyon etyapti. Davlatimiz rahbari yo'nalishdagi har bir o'zgarishni eng avvalo o'zi borib ko'radi. Tig'iz ish jadvaliga qaramasdan, maqsad esa odamlar hayotdagi yangilanishlarni yaqinroqdan his qilish. 2023-yil 26-may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev shahar avtobusida poytaxt jamoat transporti tizimi ishini shaxsan o'rganib chiqdik. 2025-yil 10-iyul sanasida davlatimiz rahbari 1,5 kilometrlik yangi piyodalar yo'lagi va gastronomik hududga aylantirilgan Bunyodkor ko'chasini borib ko'rdi. Bu yerda favvoralar, dam olish maskanlari va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilgan. 2025-yil 29-avgust kuni esa Prezident Yangi O'zbekiston ko'chasida barpo etilayotgan yer osti tonneli qurilishi bilan tanishdi. Mazkur loyiha transport oqimini kamaytirish va yo'lning o'tkazuvchanlik quvvatini soatiga 10,000 avtomobilgacha oshirishga xizmat qiladi. Bu gal ham reja shunday. Shota Rustaveli ko'chasi poytaxt shaharsozligi tarixida yangi sahifa ochgan loyiha. Bugun unda yo'lovchi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. olti yo'nda 7 kilometr uzunligidagi 10 chiziqli yo'l. Ko'rib turganingizdek, unda poytaxtda birinchilardan bo'lib markaziy ajratilgan BRT tizimi joriy etilgan. Bu Toshkent uchun mutlaqo yangi konsepsiya bo'lib, AQSh, Yevropa va Xitoyning ilg'or tajribasi asosida ishlab chiqilgan. BRT tizimi avtobus harakatiga ustuvorlik beradi, transport oqimini tezlashtiradi va eng asosiysi xususiy avtomobillarga bog'liqlikni kamaytiradi. Bu orqali shahar ekologik yuklamasi pasayadi, yo'l xavfsizligi oshadi, vaqt tejaladi. Statistik ma'lumotlar ham buni tasdiqlaydi. Yo'l harakati tezligi demak 23 km/soatdan 30 km/soatgacha oshgan. Kunlik o'tkazuvchanlik 40,000 avtomobilgacha, yo'lovchilar soni esa soatiga 2,5 kishidan 6,000 kishiga yetgan. Davlatimiz rahbari jamoat transportida jarayonni bevosita ishtirokchisi bo'ldi. Yo'lovchilar bilan suhbatlashdi. Bobosi bilan avtobusda sayrga chiqqan Hadichadan kayfiyatini so'radi. Hadicha, necha kirgansiz? 6. Voy, maloliyat. Qayerga boryapsizlar? Assalomu alaykum. Dadam bilan aylangan. Dadam bilan aylangan. Yoqyaptimi? Voy, rahmat. Yoqyaptimi avtobuslar? Yo'llar-chi? Shota Rustaveli ko'chasidagi mazkur loyiha Xitoy kompaniyasi hamda Xitoy moliya institutlari bilan hamkorlikda amalga oshirilgani ham alohida ahamiyatga ega. Bu nafaqat texnik yordam, balki ishonchli siyosiy va iqtisodiy sheriklikning namunasi. China Construction rahbari Wu Dunyun ta'kidlaganidek, loyiha O'zbekiston hukumati tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlangan va kelgusida tezkor magistrallar hamda energetika sohasidagi qo'shma tashabbuslarga zamin yaratgan. Bu O'zbekistonning transport diplomatiyasi yo'nalishidagi yangi harakatlar bosqichi. 我们2025年改造的肖塔鲁斯塔维斯塔街道 2025-yilda biz Shota Rustaveli ko'chasining 6,5 kilometr uzunlikdagi qismini rekonstruksiya qilish ishlarini boshladik. Ushbu loyiha Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan zamonaviy, qulay va xavfsiz transport infratuzilmasini rivojlantirish siyosati doirasida amalga oshirilmoqda. Yo'lning o'rtacha eni 38 dan 43 metrgacha, umumiy qurilish maydoni esa 254,000 kvadrat metrni tashkil etadi. Modernizatsiya jarayonida harakatlanish sxemasi to'liq o'zgartirildi. Avtobuslar uchun yo'laklar yo'lning markaziy qismiga ko'chirildi. Bu esa jamoat transporti harakatini yanada qulay va xavfsiz qiladi. Loyihaning o'ziga xosligi uning funksionalligi va foydalanish uchun qulayligidadir. Amalga oshirilgan yechimlar jamoat transportining jozibadorligini oshirishga qaratilgan. Natijada shaxsiy avtomobillar oqimi kamaymoqda, tobora ko'proq shahar aholisi avtobus va velosipedlardan foydalanishni afzal ko'rmoqda. Shuningdek, biz zamonaviy velo yo'laklar ham barpo etdik. Bu esa shaharda harakatlanishni yanada qulay va ekologik jihatdan foydali qiladi. Men O'zbekiston bilan hamkorlik tajribasini chinakam ajoyib deb hisoblayman. Mamlakatlarimiz o'rtasida birodarlik, do'stlik va o'zaro ishonch asosidagi munosabatlar shakllangan. Mazkur loyiha amalga oshirilishida O'zbekiston davlati bizga har tomonlama yordam va ko'mak ko'rsatdi. Biz bu hamkorlikni yuksak qadrlaymiz va uni yanada kengaytirish niyatidamiz. Yaqin istiqbolda biz yangi yo'l tashabbuslari, shaharlararo tezkor avtomagistrallar qurilishi hamda energetika sohasidagi qo'shma loyihalarda ishtirok etishni rejalashtirganmiz.
BRT 21-asrning muvaffaqiyatli transport modeli. U bugun dunyoning 6 qit'asida 170 dan ortiq shaharda 34 million aholiga xizmat ko'rsatyapti. Ushbu tizimni yo'lga qo'yish orqali Bogota har yili 240 million dollar foyda ko'ryapti. Istanbulda esa tirbandliklar 30% ga qisqardi. Pekin esa atmosferaga chiqadigan chiqindilarni 50 ming tonnaga kamaytirishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston bu tizimni qabul qilish orqali global urban tarmoqqa qo'shiladi. Bu esa aqlli shahar tamoyillarining tabiiy jarayoni. Hurmatli prezidentimiz bizani tumanni juda yaxshi biladilar. Prezidentimizning siyosati Toshkentni eng yuqori darajali shaharga aylantirmoqchi. Bu ko'chamiz bugungi kunda Toshkentning eng go'zal ko'chalaridan bittasi bo'ldi. O'zimizning mavqeyimizda oshyapti. Oldin O'zbekiston desa bilishmasdi. Buxoro, Samarqand deganda O'zbekistonni bilishadi. Hozir Toshkent markaz bo'lib qolgan. Odamlar uchun hamma qulayliklar yaratdi. Velotreklar bor. Velosiped va skuterlar o'tadigan ko'cha bo'ldi. Bu yoqda piyoda yuradigan bo'ldi. Avtobus tirbandligi uchramasdan to'ppa-to'g'ri yuradi. Demak, bu bizlar uchun yangi ko'chada bemalol yuradigan masala hal bo'ldi. Shu yerda Toshkent shahrida alohida ajratilgan avtobus yo'laklarini uzaytirish, shahar atrofida transport bog'lamalari tashkil etish loyihalari taqdimot qilindi. Hammasi gapirildi. Yo'l infratuzilmasi, uni atrofidan joy oladigan tadbirkorlik subyektlari loyihalari. Masalan, 2030-yilgacha BRT tizimi uzunligi 57.5 kilometrgacha poytaxtda uzaytiriladi. Shuningdek, mana bu tarzdagi zamonaviy bekatlar yil yakuniga qadar Toshkent shahrida 1000 dan oshadi. Natijada poytaxt aholisi uchun jamoat transporti tez, qulay va ekologik toza tanlovga aylanadi. Bu strategiya nafaqat infratuzilma modernizatsiyasi, balki shahar madaniyatining o'zgarishini ham anglatadi. Piyodalar, velosipedchilar, jamoat transporti foydalanuvchilari uchun qulay muhit yaratish orqali Toshkent haqiqiy yashil metropoliyaga aylanadi. Agar metro yo'llari qurmaganimizda, yangi avtobuslar olib kelmaganimizda bugun Toshkentda transport qatnovi qiyin bo'lardi. Shuning uchun odamlarni rozi qilish nuqtai nazaridan yo'llarni to'g'rilayapmiz. Jamoat transportini rivojlantiryapmiz. Bunday ishlarni barcha shaharlarimizda davom ettiramiz, dedi prezident loyiha taqdimoti bilan tanishish jarayonida. Hamma narsa inson uchun bo'lgan haqiqat bo'ldi. Bahrdiriz ochiladi. Qayerga qaramasangiz, ko'kkalarimiz yashil makon, daraxtlarimiz chiroyli. Davlatimiz rahbari darajasida shu narsa ko'tardi, chunki bu asosiy katta ko'chalardan. Bu chiroyli ko'cha. Qanaqa chiroyli binolar, qanaqa chiroyli joylar. Shu uchun ham o'ylaymanki, bu yana bitta misol, bu yerda turistlarimiz ko'p aeroport joylashgan, vokzalimiz bor. Shu yerdan bu ko'chalardan yurishadi. Shu uchun ham men o'ylaymanki, bu hozirgi kunda eng kerakli loyiha bo'ldi. Eng birinchi menga yoqqani avtobuslarimizga bemalol yurishi. Kecha bitta fuqaro aytibdi, men ishonsangiz, opa 20 minut yetib kelardim, 4 minutda keldim deyapti. Nima uchun? Chunki avtobusga marhamat. Biz hozir kundan kunga rivojlanayotgan davlatimiz, prezidentimiz hattoki mana Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham gapirsalar bular butun davlat eshitadi, ko'p davlat eshitadi va juda ham havas bilan O'zbekistonga qarashyapti. Chunki O'zbekistonning rivojlanishi juda ham tez bo'lyapti. Hamma narsa inson uchun, xalq uchun bo'lyapti, millat uchun bo'lyapti. Hamma yo'llarni obod qilib va jamoat transportiga katta sharoit yaratib berish maqsadida qilinyapti. Bizning shaharimizda mana shunday ulkan imoratlar qurilyapti. Katta keng ko'chalar qilinyapti. Ana u paytdagi bilan hozirgi solishtiradigan bo'lsa, juda katta chiroyli farq bo'lyapti. Tumanlarimizda obodonchilik bo'lyapti. Prezidentimizning tashabbuslarini bo'lgan narsa. Bizning prezidentlik tashabbuskor prezident yo'q. Maqsadlari xalq uchun xizmat qilish, vatan uchun xizmat qilish va o'zini yurtini obod qilish va yurtga tinchlikni yetkazib berish. Davlatimiz rahbari mutasaddilarga jamoat transporti uchun qulayliklarni oshirib, tirbandlikni kamaytirish, shaharni yangi Toshkent bilan samarali bog'lash borasida topshiriqlar berdi. Demak, Shota Rustaveli ko'chasining yangi qiyofasi bugun nafaqat poytaxt ko'rkini oshirdi, balki Toshkentning zamonaviy va intellektual transport tizimiga qadam qo'yganini namoyon etdi.